Va nihoyat do'stlar, Buyuk Britaniya Tier 5 mavsumiy ishchi vizam tasdiqlandi va mana shu ko'rib turgan konvertingiz ichida meni Zagram pasportim bor va bu konvertni hozir sizlar bilan birga raspakovka qilamiz do'stlar. Qani boshladik. Do'stlar, men o'tgan yil ham Buyuk Britaniya hududida xuddi shu viza turi bilan 6 oy davomida bo'lganman, ishlab kelganman va mana bu yilga ham Buyuk Britaniyadagi ish beruvchim menga пригласительni jo'natdi. Mana pasportimiz oldik. Xo'p, do'stlar, mana bu birinchi vizam, o'tgan yilgi vizam, mana shu bilan borib ishlab kelganman. Va qani ko'ramiz, mana do'stlar, va nihoyat bunisi mana yangi vizamiz. Do'stlar, agarda sizlarga ham Buyuk Britaniya hududida Tier 5 6 oylik mavsumiy ishchi vizasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa do'stlar, kommentariyada qoldiringlar. Qo'limdan kelgancha javob beraman.